Bitta seansda mana shunaqa o'zgarib qolardi o'yladingiz? Yo'q, bunaqa o'zgarib qolmasam kerak. Bu narsa man tug'ilganimdan beri borda, bu narsani bitta bunaqa narsalar qilib to'g'irlab olishingizni man tushungan ko'rmaganda. Xursand bo'ldim, juda ham rahmat sizga. Bitta seansdan keyin qanaqa o'zgarib qoldingiz hozir? Holatingiz qanaqa? Xuddi uyg'onganday bo'ldim, yengil bo'lib qoldim. Xuddi ichimdan nimadir so'g'irib tashlangandek bo'ldi. O'zi ichimda nimadir yurgandek bo'lardi. Juda ham aniqada bo'lardi. Nima deyman? Ichimda nimadir bor. Shuni his qilib turardim. Shu narsa chiqib ketgandek bo'ldi. Hozir o'sha bo'shlik bo'lib qoldi. Xuddi mana hech narsa yo'qdek bo'lib qoldi. Oldin mana ichimda nimadir yurganga o'xshab tuyulardi. U o'zimniki emas deb his qilardim. Lekin bir tomondan ichimda turgani uchun o'zimnikidek his qildim. Necha lahzalarni bir narsa bilan kurashib, o'zimniki emasligini nima deydi, ana shu yerda biladi-ku insonlar. His qilib turishlik. Shuni his qilib turardim. Lekin bir tomondan shu bilan tug'ilganman, shu bilan yashayman, shu bilan o'laman deb o'ylab yurardim. Lekin bu narsani hozir chiqarib tashlagandan keyin xuddi uyg'ongandek bo'lib, yengil bo'lib qoldi insonlar. Hayron bo'lib qoldim, bu narsani olib tashlashning iloji bor ekan. Men shu paytgacha bu narsaning iloji bo'lmasa kerak. Hamma taraflama harakat qilib ko'rganman-da o'zim. Bu narsani chiqarib tashlashlik. Lekin bu narsaga chiqmagan. Mana endi hozir his qildim, juda ham ko'p narsa chiqib ketdi. Hozir juda ham ko'p narsa bor ekanda. Bir tomondan yengil bo'lib qoldi inson. O'ylash, fikrlarim hozir tiniqlashdi.